Sotuvda 3 xonali xonadonlar haqida ma'lumot bersangiz va kvadratlari bilan ham tanishtirsangiz. Sotuvda 5 xil ko'rinishga ega 3 xonali xonadonlar mavjud. 88 kvadratdan 110 kvadrat metrgacha bo'ladi. Hozirgi vaqtda qaysi qavatlarda 3 xonali xonadonlar sotuvda bor? 3 xonali xonadonlar 3-qavatdan 9-etajda joylashgan qavatlarda bor, hamda 10-qavatimizda ochiq terrasali 3 xonali xonadonlar bor. Bu 10-etajdagi xonadonimizni shu toza havodan nafas olib, hamda Urganch shahrimizni ko'rinishini ko'rib, hamda shashlik pishirib, ochiq terrasalarda dam olishni rejalashtirgan mijozlarimizga tavsiya etamiz. 3 xonali xonadonlarni joylashuvi haqida ma'lumot bersangiz. 3 xonali xonadonlar ekstreni bolnitsani yo'li, Shovot bo'yi, ichki asosiy yo'l, maktab bog'chaga yaqin hududlarda hamda Xorazm televideniyaning orqasida joylashgan uylarimizda bor. Men 3 xonali xonadonjakman, to'lov turi nechik bo'ladi? 3 xonali xonadon xarid etsak bo'lsangiz, minimal 80 million pulni oldindan to'lov qilasiz, hamda oylik to'lov 6 milliondan 8 milliongacha bo'ladi. 4 xonali bor dedingiz, 4 xonali xonadonlar haqida ma'lumot bersangiz. 4 xonali haqida qiziqib turgan bo'lsangiz, bizani keyingi videomizni ko'ring.